Hammaga salom. Bugun mana shunday muz bo'lagiga aylangan bodringlarimizni qanaqa yordam berish haqida gaplashamiz. Har kuni kechga bodringni shu ko'rinishda kesib, muzlatgichga qo'yaman va ertalab yuzimga massaj ko'rinishida suraman. Bu menga ishlatishim uchun 4 ta asosiy sababni beradi. Birinchisi, yuzimni oqartiradi, ikkinchisi, yuzimni taranglashtiradi, mayda ajinlarni yoyadi. Uchinchisi, charchagan yuzlarimni tetiklashtiradi. Eng asosiy sababim to'rtinchisi, yuzdagi shishlarni oladi. Har doim ishga ketish oldi buni foydalanar edim. Ko'zimni ostidagi juda ham katta shish bo'ladi menda, ya'ni yo'q, ularni tarqalishiga yordam beradi. Buni bilgandan beri ishlataman va sizlarga ham foydali bo'lishi uchun bu videoni qo'llamayman. Yoz oylarida bodringlar emasdan shunday holatga keltirib kesaman, chunki ushlashim qulay va surishim qulay bo'ladi. Nafaqat yuzimga, balki bo'ynimga ham foydalana olaman. Bu hech qanaqa zarari yo'q, balki faqat sizga plyusga, ya'ni foydaga ishlaydigan, arzon, ammo natijasi go'zal bo'lgan narsa. Qish kunlarida ham buni ishlataman, to'xtovsiz. Qish kunlarida bodring qimmat bo'lgani uchun kichkina ko'rinishga kesaman. Va kichkina ko'rinishi surish qiyin bo'lsa-da amallayman. Ya'ni 2 dona bo'lak bilan qish kunida yuzimni amallayman. Esinglarda bo'lsa, Marmarisda yuzimga katta dog' tushirib qaytgan edim va xafa bo'lgan edim, buni qanaqa ketkazarkinman deb. Hech qanaqa kosmetologga bormadim, doktorga ham bormadim. Uyda 2 dona sababini qildim. Avvalo Alloh izni bilan 2 dona sababini qildim. Birinchisi mana shu bodring, muzlatilgan bodring, ikkinchisi esa yo'rt. Yo'rt bu kefir. Har doim kefir surdim yuzimga har kuni uyda, uy sharoitida. Mana shu holatga keldim. Mana hozir yuzimda makiyaj yo'q. Faqat mana shu chiziq qoldi xolos. Xudo xolasa qishgacha bu ham ketadi. Agar siz bu narsadan qo'llangan bo'lsangiz, bu narsani qanaqa natija berishini kommentariyada yozib qoldiring. Agar hech ham qo'llamagan bo'lsangiz, bugun qo'llanib natijasini kommentariyada yozing. Ha, aytgancha, juda ham arzon, ammo natijasi go'zal bo'lgan narsani har kuni qilishga odatlaninglar. O'zingizlar uchun ajratilgan vaqt bo'lsin. Har doim qimmat kremlardan natija olaman degan fikrni miyangizdan o'chirib tashlanglar. Ba'zida kichkina arzimagan, biz ko'rmagan narsa, xolodilnigimizda turadigan narsalardan ham kerakli, foydali narsalarni ishlatib, yuzingizga go'zal rezultat olishinglar mumkin. Men o'zim onajonim ko'pincha uy sharoitida ko'p maskala qilardilar. Men ham onajonim izlaridan ketdim. Xudo xolasa sizlarga ham bu narsa yordam beradi degan umiddaman. Agar buni rezultatini ko'rsanglar, mana duo qilib qo'yishni unutmanglar. Sizlarni o'pdim. Video ozgina foydali bo'lgan bo'lsa, mana shunday qalb belgisini qoldiringlar. Va men shundan bilib olaman, qancha odamga bu video foydali bo'lganini.